bir vrach yozibdi, buni ismini boshqa narsalarni aytmayman. O'tli tosh erimaydi, odamlarni aldayapsan deb ustimda kulganday yozibdi-da. Natijalar juda ham ko'p. Mana birinchi eshitiraman natijani. O'tli toshni maydalangan to'g'risida birinchi natijamiz haligi. Mana. Assalomu alaykum Ilhomjon o'g'lim. Eshitinglar. Men sizning o'tdagi tosh tushiradigan doringizni bir oy ichib, o'timdagi tosh yo'q. Topolmayapman toshlar qayerga ketganini. Shunga yana sizdan bitta iltimosim bor. Bu birinchisi. Ikkinchi natijani eshitamiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum, kechirasiz, sog'ligingiz yaxshimi? Aka, xudo xohlasa mana olib ichganim 2 haftadan oshirlar parashogiz aka. O'zi tekshiruvga bordim. 1.9 edi, inshaalloh mana 1.5 bo'lib qolibdi. Sekin yo'qolyapti ekan. Qaranglar o'rtoqlar, hammasini eshittirishga vaqt ham yetmaydi, anaqa yetmaydi. Qaranglar. Sizlar mana kichkina tabib rasmiy degan kanal bor. Tabobat 08 deb yozsalaring, mana Tabobat 08 da xuddi shunaqa rasm chiqadi, kichkina tabibni. Shu yerga kiradigan bo'lsalaring, polniy hamma natijalarimiz bor. Kimdirlar u deydi, bu deydi, misol uchun haligi, misol uchun mana o'tdagi toshimizni, maxsus parashogimizni ko'pchilik misol uchun o'ylanib olgan. Pristup bermaydim, boshqa qilmaydim, boshqa narsa qilmaydim. O'rtoqlar, bular sinovdan o'tib bo'lgan narsa. 6 yil, 7 yil, 10 yildan beri bu mijozlar mizoj tanlamaydigan, organizm tanlamaydigan va toshni turgan joydan qo'zitmaydigan narsa. Shuning uchun minimal dozada, misol uchun toshning razmeriga qarab kristalli bo'lmasa, xudo xolasa 1 oyda yo'q bo'lib ketishining iloji bor. Albatta Telegram kanalimizga a'zo bo'ling, natijalarni ko'rib borishingiz mumkin bemalol. Agar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol Telegram sahifamizga o'tib yoki ushbu nomerlarga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Zakaz qilaring, yetkazib beramiz. Salomat bo'ling, kichkina tabib siz bilan.